mebel ishlab chiqarishda men 20 yildan beri ishlab kelaman. Oldiniga oilaviy bir 2 kishi, 3 kishi bo'lib ishlagan bo'lsak, kichkinaroq sexlarda, avvaliga uylarda ishladik, keyin kichkinaroq sexlarda, bir gavjum joylarda bir ozroq savdo nimalarni olib borgan bo'lsak, mana shu tip kunlik nimalarimiz o'tib turar edi. Juda qisqa muddat ichida 64 million kredit berishdi. Hech qanday men biron narsa garov qo'yganim yo'q. Menga shunday yordam qilishdi. Mana shu stanoklarni olishga muvaffaq bo'ldim. Ish sonim unumi oshdi. Oldin bir 2 kishi, 3 kishi bilan foydalangan bo'lsak, hozir undan ortiq odamlar bilan yo'llanma ishchilarim ham bor. Soni bir 20 taga yetadi. Bugungi kunda ish unumimiz oshdi. Sizlarni ish bilan ta'minladik. Shu bankka ming rahmat, Biznes rivojlantirish bankiga bizlardan xabarlashib turibdi. Borganlarimizda uchrashyapti. Yangi g'oyalarimizni eshitishyapti. Bizlarni tashlab qo'ygan yo'q. Biz bilan birga kelib, ish joylarimizga boshqa qilib, ming rahmat shu Biznes rivojlantirish banki xodimlariga avvalambor kecha kunduz bizlar bilan birga yelkama-yelka ishlab, yonma-yon bizlarga yordam berib kelmoqda. Xudo xohlasa, bundan ham kattaroq joyga borib, 3-4 ta ayol kishini ham ish o'rnini ko'paytmoqchimiz. Yangi kelgan ishchilarni ham kelganda boshidan sekin-sekin hunarimizni o'rgatib bormoqdamiz. Mana bu men stajim o'sha 20 yil, 25 yildan ko'p bo'lganligi sifatli men ko'proq shogird chiqaraman. Bundan tashqari ham bir 15-20 ta shogirdim bor. Ularni o'qitib, o'rgatib boraman. Ular ham kelajakda bizlarga qo'shilishmoqda. Mana shu seximizda o'zimiz ishlab chiqargan narsani yangi do'kon ochib, kelib ko'rib oladigan o'zimiz qanday xohlasa shunday bir ofisi bilan bir do'kon ochib qo'ymoqchimiz.